Tefsiri Müyesser Yunus Suresi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sheksizki Allah'ni inkar qilib, uningga sherik keltirib, o'ziga zulm qilgan har bir odam agar yer yuzidagi hamma narsaga ega bo'lsa va azobdan qutulish uchun ularni pido qila olsa, albatta uning hammasini berib yetadi. O kafirlar azobning o'zlariga tushganligini ko'rgan chaqda hasrat nadomatlarni yoshiradi. Allah ularning orasida adolat bilan hukm chiqaradi. Ularga qilchi uval qilinmaydi. Chunki Allah gunohsiz odamni hargiz jazolamaydi. Unutmanglarki osmonlardagi va zamindagi mavjudotning hammasi albatta Allohningdir. Shunimi unutmanglarki Allohning mushriklarni jazolaydiganligi haq va rostdir. Lekin ularning to'lisi bu haqiqatni bilmaydi. Allah tirildirguchidir va o'ldirguchidir. Allohga insonlarning ajli to'shqan chaqda ularning jinini erish qiyin bo'lmagandek, ular o'lgandan keyin ularni tirildirishmi hargiz qiyin emas. İnsanlar o'lgandan keyin uning dargohiga qaytariladi. Ey insonlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan sizlarni Allohning azobidan ogohlantiradigan, dillardagi nodonlik, kufrlik qatorliq ma'naviy kasallarga shifo bo'lgan Qur'on keldi. Qur'on oyatlari sizlarning axloqinglarni isloh qiladigan, amalinglarni tuzaydigan, vaz nasihatlarni o'z ichiga olgan. Qur'onga ergashgan odam dunyo va oxiratning halokatlaridan saqlanib qoladi. Allah Qur'onni mu'minlarga ne'mat va hidoyat qildi. Chunki mu'minlar Qur'ondan manfaat oladigan kishilardir. Ammo kafirlar Qur'onning haqiqatini bilmaydi. Uning nurini ko'rolmaydi. Ey payg'ambar, barliq insonlarga aytqinki, ular islomdan iborat Allohning bu katta fazli rahmatidan xushal bo'lsin. Islom haqiqiy hidoyatdir va haq dindir. Muhammad alayhissalomga kelgan bu islom bilan uningga nozil qilingan Qur'on ularning yig'gan mol dunyolardan albatta yaxshidir. Vahiyni inkar qilgan ashu kafirlarga aytqinki, beqinglarchi. Allah sizlarga yaratib bergan chorva, o'simlik qatorliq ko'plagan rizqlarning bir qismini harom, yana bir qismini bo'lsa halol qilib oldinglar. Ulardan Allah sizlarga mushunda qilishga ruxsat berganmi yoki sizlar Allohning nomidan yolg'onni to'qivatamsizlar deb so'rab boqqan. Allah'ның namıdan yalğanını to'qib, Allah halal qilgan rizqlarni haram qilib olgan bu yalğanchilar qiyomat kunida Allohga qanday javob beramiz deb o'ylaydigandir. Ular bu yalğanchilikning jazosidan qo'rqmamdigandir. Ular Allah bizning yalğanchiligimizni kechirib yetidi deb o'ylandigandir. Shubhisizki Allah insonlarga to'liq marhamatlikdir. Şuna Allah namıdan yalğanını to'qigan gunohkorlarning jazosini darhol bu dunyoda bermasdan oxiratga qadar kechiktiradi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning ularga bundoq kengchilik qilganligiga shukr qilmaydi. Ey payg'ambar, sen qanday holatda bo'lg'in, Qur'ondan qaysi oyatni o'qig'in, insonlar yaxshilik va yomonlikdan qaysi ishni qilsin, biz albatta bularning hammasini shu vaqtning o'zida ko'zitib turamiz va uni saqlab qo'yib, oxiratda shuningga asosan mukofot yoki jazo beramiz. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsa-mu, hech qaysi Allohning ilmidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Allohning dargohidagi lavhul mahfuzda yozilgandir. Bilinglarki,
Allah'ның dostlarına ahirette azaptın hiç qandaq qorqunç yoxdur. Ular qaldırıp ketken dünya nimetleri üçün qilchiq qayg'urmaydi. Allah'ның dostlarının sübətləri şu ki, ular Allah'a iman etqan, Allah'ның peyğəmbərgə əgəşkən, Allah'ның diniği əməl qılğan və Allah'ның buyurğanlarını orundab, tosqanlardan yeniş arqılıq təqvadarlıq qılğan kişilərdir. Aşu Allah dostlarına Allah tərəfindən bu dünyada ularını xushal qıladigan narsalar bor. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi, uni o'zgartmaydi. Bu katta utuqdir. Chunki u va'da ularni barliq qo'rqinchlardan xotirjam qilishni va hamma orzu armonlarga erishtirishni o'z ichiga olgan. Ey payg'ambar, mushriklarning Alloh to'g'riliq aytgan so'zlari, tuhmatlari va uningga butlarni sherik qilib elishi seni qayg'uga solmasin. Chunki Allah dünya ve ahirette tengdossiz kuch-quvvatga ve yegona qudratga ega zotdir. Allah ularning gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning niyatini ve amallarını bilib turg'uchidir. Bilinglarki, osmonlardagi ve zimindagi inson, jin, farishta ve barliq mavjudot Allohningdir. Allah'ını qo'yib, saxti ilahlarga cho'qinadiganlar nemiga agishidi? Ular faqat gumonga agishidi. Ular Allah nomidan aytgan har bir so'zida faqat yolg'onni aytadi. Ey insonlar, Allah kechini sizlarning orom elishinglar va kunduzning jafoliq ishlardan rohatlanishinglar uchun kunduzni dünyanın yo'riqini ko'rishinglar va tirikchilik yo'lida ishlashinglar uchun yaratib bergan zotdir. Sheksizki, kecha bilan kunduzning almashib turishida, kishilarning kecha va kunduzdagi ahvolining o'zgarib turishida Allohning bir va ibodat qilinishga to'limi haqliq ekanligi haqida haq so'zga quloq soladigan va aqlni ishlatib tafakkur qiladigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Mushriklar Allohning bolasi bor dedi. Bu ularning farishtalarni Allohning qizlaridir degan so'zlarda Hristiyanlarning İsa Allohning o'g'lidir degan so'zini ifodasini topdi. Holbuki Allohning bolasi yo'q. Chunki u balig'i hojat emas. Allah o kafirlarning tuhmatlaridan albatta pokdir. Allah osmonlardagi va zimindagi barcha maxluqotning yegoni egisi turib, qandoqmi balig'i muhtoj bo'lsin. Ey kafirlar, sizlarning bu yolg'on so'zinglarga hech qanday pokitinglar yo'q. Haqiqatini va to'g'riligini o'zinglarmi bilmaydigan narsani yolg'ondan Allohga choplamsizlar. Aytqinki, Allah'ның balası bor deb, uning haqqida yolg'onni to'qiydigan kafirlar dunyo va oxiratda maqsadiga yetanmaydi. O kafirlar bu dunyoning ne'matlaridan oz vaqt bahramand bo'ladi. Ondan ajili to'shqanda bizning dargohimizga qaytiriladi. Ondan ularning Allohni va uning oyatlarini inkor qilganligi, Allah'ның peygamberlerini yalğancı deganligi sababli ularga shiddatlik azobimizni tetitimiz. Ey peygamber, Mekke kafirlarga Nuh alayhissalomning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh alayhissalom o'z qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ishinglarda turishim, sizlarga Allohning birligini bayon qilgan oyatlarni va dalil paketlarni eslatishim og'ir kelgan bo'lsa, shuni yaxshi bilinglarki, men yolg'iz Allohga tayandim. Menga Allohning yordam qiladiganligiga ishonchim komildir. Sizlar Allohga qo'shib olgan sheriklaringlar bilan birlikda menga qarshi planlaringlarni tuzaveringlar. O planinglar sizlarga aniqsiz bo'lib qolmasin. Ochiq va oshkora bo'lsin. Ondan sizlar meni qandoq jazolamoqchi bo'lsanglar, menga ozroqmi muhlat bermay jazolanglar. Agar sizlar mening da'vatimdan yuz o'rsanglar,
bilinglarki men sizlardan hech bir haq so'rag'inim yo'q. Chunki men ajrimni faqat Allohdan kutaman. Men Allohning hukmiga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. Nuh alayhissalomning qavmi uning Alloh haqida bergan xabarlarini yolg'onga chiqardi. Shuning bilan biz uni va uning bilan kimida billa bo'lganlarni qutqizdik. Ularni yer yuzida kofirlarning o'rniga ega qildik. Bizning dalil paketlarimizni inkor qilgan kofirlarni bo'lsa g'arq qildik. Ey payg'ambar! Peygamberleri Allah'ın azabından agahlandırıp tursumu iman etmegan kavmning oqibatinin qandaq bo'lganligiga qarag'in. Nuh'dan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdik. Hud, Solih, İbrahim, Lut, Şuayb qatorliq payg'ambarlar shularning jumlasidandir. Her bir payg'ambar qavmiga o'zining haq payg'ambar ekanligiga va qilayotgan da'vatining haqqoniy da'vat ekanligiga dalolat qiladigan ro'shan mo'jizalarni olib keldi. Ular Nuh qavmi va ulardan ilgari o'tgan qavmlar inkor qilishgan haqiqatga iymon etmadi. Alloh oshu qavmlarning dillarini iymon etishdan pechatlayotgandek, ulardan keyingi qavmlar ichida Allah'ның belgilimlerden cetnep ketken ve peygamberlerge asilik kılganlarının dillerini piçetlip etedi. Bu, ularının kafirliğine berilgen cezadır. Ondan, aşu peygamberlerden keyin Musa bilen Harun'ni Firavunga ve onun kavminin katta başlarına bu iki peygamberinin rastçıllıkıga dalalet kılıdığan möcüzeler bilen evettik. Ular haqni qabul qilishdan bosh tortdi. Ular haqiqatni inkor qiladigan gunohkor qavm edi. Firavunga va uning qavmiga Musa ilib kelgan haqiqat yetib borgan chaqda ular Musaning ilib kelganlari faqatla op-ochiq sehrdir dedi. Musa ularning inkorchiligiga hayron qolib, sizlarga kelgan haqiqatni sehr demsizlar. Sizlar o'zingizlarga kelgan mo'jizalar ustida obdan o'ylab ko'rsanglar, uning haq ekanligini bilasizlar. Chunki sehrgarlar dunyo va oxiratda muvaffaqiyat qozonolmaydi, dedi. Firavun va uning qavmining katta boshlari Musaga, sen bizning yenimizga bizni ota bobollarimizning dinidan voz kechtirish va Harun bilan Misr zaminida saltanat egisi bo'lib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarning bizni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatilgan payg'ambar ekanliginglarga hargiz ishonmaymiz, dedi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.